Amudaryo gulbalig'i. Amudaryo gulbalig'i faqat toza va sovuq suvda yashaydigan noyob baliqdir. U relikt tur hisoblanadi. Ya'ni u juda qadim zamonlardan beri bizning daryolarimizda saqlanib qolgan. Bu baliqni hamma yerda ham uchratib bo'lmaydi. U asosan Surxondaryo, Sangardak va To'palang kabi tog' daryolarida yashaydi. Unga tez oqadigan tubi toshli va shag'alli suvlar yoqadi. Gulbaliq iflos joyda yashay olmaydi. U suvning tozalik ramzidir. U kichkina vaqtida suvdagi hasharotlar va lichinkalar bilan oziqlanadi. Katta bo'lgach, boshqa mayda baliqlarni ham yeyishi mumkin. Ular 3-4 yoshga to'lganda ko'paya boshlaydi. Kuzda, ya'ni sentyabr-oktyabr oyida uvuldiriq, ya'ni tuxum qo'yadi. Bir martada 160 tadan 3000 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Bu baliqning soni keyingi yillarda juda kamayib ketmoqda. Bunga asosiy sabablar esa to'g'onlar. Daryolarda to'g'onlar qurilgani sababli baliqlar o'zlari o'rgangan joylarga bora olmayapti. Ifloslanish. Odamlar daryolarni ifloslantirishi baliqlarga zarar yetkazmoqda. Brakonyerlik baliqlarni noqonuniy ovlashdir, ya'ni taqiqlangan vaqtda baliqlarni ovlash. Amudaryo gulbalig'i Hisor qo'riqxonasida davlat tomonidan qo'riqlanadi. Yangi qo'riqxonalar tashkil etish va baliqlarni sun'iy ravishda ko'paytirish rejalashtirilgan. Bilasizmi bolalar, gulbaliqning badanida chiroyli xolchalari bor. Shuning uchun ham uni xalq tilida gulbaliq deb atashadi.